O'quvchilar, bugungi video darsimiz kompetensiya turlari haqida. Rejalar. Kompetensiya nima? Kompetensiya turlari haqida. Tayanch kompetensiyalar. Kompetensiya lotincha compito so'zidan olingan bo'lib, erishaman, muvofiqman, mos kelaman ma'nolarini beradi. Kishi egallagan muayyan bilim, ko'nikma, malakalar majmuasini anglatadi. Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keyin qo'llanila boshlandi. Quyida kompetentlik va kompetensiya haqidagi tushunchalarni ko'rib o'tamiz. A.G. Bermusning fikriga ko'ra, kompetentlik takomillashib borayotgan shaxsning barcha xislatlarini, bilimi, tajribasi, umuman olganda butun borlig'ini yagona tizimga birlashtiradi. Kompetentlik bu nafaqat shaxsning bilimdon ekanligi, balki o'z bilimlarini uzluksiz ravishda yangilab borishi hamdir, deydi M.A. Choshanov. M. Aronovning fikricha, kompetentlik mutaxassisning ma'lum bir faoliyat uchun tayyor ekanligini bildiradi. Noaniq vaziyatlarda faoliyat ko'rsata olish qobiliyati bu kompetentlik, deydi O.Y. Lebedev. Kompetentlik insonning intellektual, shaxsiy, ijtimoiy, kasbiy hayotiy faoliyatiga qarab asoslanadi, deb yozadi Zemnyaya. Xudorovskiy esa kompetensiya va kompetentlik tushunchalarini quyidagicha ajratib olish mumkin deb hisoblaydi. Xurvaliyeva kompetensiya bilim, ko'nikma, malaka, qarashlar, individning qadriyati va shaxsiy sifatlari, kvalifikatsiyaning namoyon bo'lishi yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyati deb ta'riflaydi. Kompetensiyalarning turli tasniflari mavjud. Baydenko quyidagi klassifikatsiyani taklif qiladi, ya'ni professional kompetensiyalar va umumiy kompetensiyalar. Boshlang'ich, bazaviy, universal, fanlararo, metaprofessional, yuqori professional va ekspert, ya'ni juda kuchli. Umumiy kompetensiyalar ta'lim amaliyotining barcha turlarida olingan bilim, tajriba, qadriyatlar, moyilliklarga asoslangan qobiliyat sifatida qaraladi. Kasbiy kompetensiyalar ish joyining talablariga muvofiq kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga imkon beradigan qobiliyatlar sifatida qaraladi. Quyida esa tayanch kompetensiyalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, kommunikativ kompetensiya. Jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish. O'z fikrini og'zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish va javob berish. Muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila olish, uni ishontira olish. Turli ziddiyatli vaziyatlarda o'z ehtiroslarini boshqarish, ya'ni hech qanaqa asabiylikka berilmaslik, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur bo'lgan qarorlarni qabul qila olish. Bularning barchasi kommunikativ kompetensiyaga kiradi. Keyingisi esa axborot bilan ishlash kompetensiyasi. Mavjud axborot manbalaridan, ya'ni internet, televizor, radio, audio va videoyozuvlar, telefon, kompyuter, elektron pochta va boshqalardan foydalana olish. Bu ham axborot bilan ishlash kompetensiyasiga kiradi. Media vositalaridan zarur bo'lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta'minlash va foydalanishda media madaniyatiga rioya qilish. Keyingisi esa shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi. Shaxs sifatida doimiy ravishda o'z-o'zini rivojlantirish, jismoniy, ma'naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish. Hayot davomida o'qib o'rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish. Bu shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasiga kiradi. Keyingisi esa ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Ya'ni bu jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his qilish va ishtirok etish.
Keyingisi umummadaniy kompetensiyalar. Unga vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish. Badiiy san'at asarlarini tushunish, ta'sirlana olish. Keyingisi esa matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklardan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.